Salom salom hammaga va sizlar bilan Kompos va bizlar Yandex onlarini davom etamiz va biz Rublyovka RP biz Rublyovka RP'da tak BMW oluvdik. Garajiga boramiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bizning mashinamiz. Qop-qora. Shunaqa zo'r mashina olganmiz. Raqamini hozir ko'rsataman. 555. Tak, biza pulimizni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Albatta. Tak. Tak. Qilib mana buni olamiz. Mana. Bizda 3 millionimiz bor sразу. 3 millionimiz bor. Sotamiz çünkü şu 5 milyon ekan bu mana. 3 ta oldik, shunaqa qilib bitta olamiz. Mana 180 kilowatt. 5 bo'ldi. Sразу Şimdi o 120 şöyle onu. Mana buni sotib olamiz endi. 1000 kilowatt bo'ldi ana. 1000 bittasi. 6, 7, 8, 9, 10 ana. Yani dolaz va mana. 2000 kilowatt va 2000 kilowatt va 2000 bittasi. Bo'ldi. Shunaqa. Hop, biz shunda 20 gacha ko'taramiz mana shuni. Balansini 20 gacha mana. 5ni 20 qilamiz, ya'ni 6ni. Ko'rasizlar, 10 gacha yetishi kerak endi. Yetsa bo'ldi. Qizim, men chiqib ketsam, keyin o'zimchalar yursam-da, mana shu qaytadan kirsam, Oppa, o'xsharkan. Bo'ldi. Sizlar bilan mashinada sayohat qilamiz. Garaj. Mashinamiz qop-qora. Kommentariyada yozib qolding qanaqa rangga o'zgartirishimni. Albatta. Biz sizlar bilan birgalikmiz. To'rtta mashinalar yo'q. Ko'chada parkovka bor ekan, eng qizig'i. Umuman sotmayman. Qoladi yonimda. Hoppa, uchib ketdi.
Ko'kka qop-qoralikka qo'yaman. Qop-qoraga bo'yaman. Qopdek bo'yashga. Mashina o'chiramiz. Qancha jonga tegdi. Moskvada menimcha unaqa mashina yo'q. Amerikada deb o'ylayman. Shu Rublyovka ruslarniki. Давай ko'kka. Так. Kraska. Meni yaxshi ko'rgan rangim shu ko'k. Mana shu yarashdi. Lekin baribir kommentariyada yozing qanaqa rang o'zgartiring. Shu yoqqan bo'lsa, unda kommentariyada shu deb yozing, albatta. Tushib ketadi. Ya. Avtosalonda paydo bo'ldi. Yana avariya bo'ldi. Xo'sh. Tak, evakuatorni chaqirishga to'g'ri keladi. Endi mashina garajda. Piyoda boramiz endi, qayerqa boramiz? Qanaqa boramiz? Piyoda borishga to'g'ri keladi. Lekin yomon ag'dardim bor mana shu mashinani. O'zim ag'darib voy! Mana mashina yomon-da. Umuman to'xtamaydi, odam tursa ham qarshida. Вообще to'xtamaydi. Farqi yo'q. Garajga kiramiz. Ana qanaqa qo'yibdilar. Ana esdan chiqibdi-ku. Mana notebookdagi narsani. Yo-moyo, 70 gacha chiqib ketibdi. Zo'r-ku. Nazar qilib admin qilib uramiz. Bo'ldi 70. Bizda eng asosiysi 9000 bo'ldi. 9. Tushunasizlarmi? Davay yana ko'paytiramiz. 1000 ekanmizda. Mana shuni olamiz. Shunaqa qilib ko'paytirdik, короче. Bizda 9 bor. Короче, biz 10 qilamiz. Yana 1 million kerak bo'ladi bizga. Keyin yana uy olamiz. Mana hozir telefonda ko'rsataman sizlarga. Reklamalar joyiga qo'yib. Mana hozir ko'rsataman. Qamiz mana tamam. Mana bunaqa uy olamiz, standartni. Shunaqa uy olmoqchiman, короче. Ikkita garaj bor, adashmasam. Eng qimmati mana bu ekan, 70,000, 70 dollar ekan, 70 million, короче. 10 milliongacha yetirsak bo'ldi, olamiz shu mashina. Shuni. Mana buni esa sotib yuboramizda, mana buni olamiz. Короче. Кажется, shunaqa edi va bu Rublyovka RP edi. Просмотр uchun rahmat. Kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Prosмотр uchun rahmat.